Assalomu alaykum. Ramazon mavzularimizda buyuk onalarimizni har tomonlama o'rganar ekanmiz. Himoyaga muhtoj bo'lmagan muhtasham islom tarixidagi bu ayollar barcha jabhada, xususan ilmiy saviyada erkaklardan kam bo'lmaganini ko'ramiz. Muslima onalarimizning ilm maydonlaridagi jasoratlarini ko'rgan insofli kishilar to'xtaydi. Ularga qoyil qolmasdan ilojlari yo'q. Islom ayoli Xadija-i Kubro, islom ayoli Oysha-i Siddiqa, islom ummatining ma'suma onalari, islom ayoli Fotima-i Zahro, payg'ambar alayhissalom madrasasining talibasi, islom ayoli Ummu Salama, islom ayoli Bibi xonim, islom ayoli Mahlaroyim, Nodira begim, islom ayoli Jahonatun Uvaysi. Istasangiz bu ro'yxatni soatlab davom ettiramiz. Umaviylar sultoni Hisham ibn Abdurrahmon taxtga chiqqanda hali uylanmagan edi. Turmush qurish uchun bo'lajak kelin Qur'oni Karimni to'la yod olgan bo'lishini shart qilib qo'yadi. Shunda bir shaharning o'zidan 720 nafar Qur'on hofizi bo'lgan qizlar nomzod bo'ldi. Keyin sulton ikkinchi shart qo'yishga majbur bo'ldi. Bo'lajak zavjasi Imom Molikning muvattosini ham yoddan bilish kerak edi. Shunda ham kelinlikka nomzodlar kamaymadi. Qortubaning o'zidan 500 nafar qiz ham Qur'onni, ham muvattoni yoddan bilishi ma'lum bo'ldi. Diqqat qiling, bu hodisalar ertaga emas. Bir shaharning o'zidan Qur'oni Karim va muvattoni yoddan bilgan 500 nafar turmushga chiqmagan qiz. Bu hazil akam son emas. Tushunyapsizmi? Hoy singlim, hoy opam, hoy onalarim, tushunyapsizlarmi? Sizlar kimning farzandlari ekaningizni anglayapsizlarmi? Torshimlar sizga yarashmaydi. Qosh terishlar sizga yarashmaydi. Internetga chiqishlar sizga yarashmaydi. Jarh va ta'dil ulamolari hadis roviylari orasida yolg'onchi, to'qima hadis to'quvchilar faqat erkaklar bo'ladi. Ayol roviylardan hech kim yolg'onchi bo'lmagan deyishadi. Vo ajabo. Agar biz muslima onalarimizning sharafli hayotlarini o'rganib, ularni bayon qilmoqchi bo'lsak, umrimiz yetmaydi. Bugungi ayollarimiz ibrat olishlari uchun esa islom tarixidan namunalarni taqdim qilib turishimiz zarur. Shu o'rinda bizning yerlarda tug'ilib o'sgan, ilm, odob, taqvo va ibodatda butun olamga dong'i ketgan onalarimizdan yana biri Fotima-i Samarqandiya haqlarida so'z yuritamiz. Shoyat o'sha onalarimizdan ibrat olsak, ularning manhajlariga muhabbat qo'ysak. Hanafiy fiqhining mashhur matnlaridan bo'lgan Tuhfatul Fuqaho kitobining muallifi Muhammad ibn Ahmad Alauddin Samarqandiyning qizlari Fotima zamonasining ko'zga ko'ringan olimalaridan edi. Otasi ta'lif qilgan ushbu fiqhiy asarni yoddan bilardi. Bizni tinglab turgan taliblar bo'lsa tushunadilar. Tuhfatul Fuqaho asarini yodlash hazil akam ish emas. Shunday qilib Fotimaning davrig'i olamga tarqab, hatto arab diyorlari kiborlaridan, Rumlik musulmon amirlaridan unga sovchilar kela boshladi. Ilmda tengi topilmagani uchun kazo sovchilar quruq qaytishga majbur bo'lardilar. Abdul Hayy Laknaviy rahmatullohi alayhi o'zlarining Al-Favoidul Bahriya nomli kitoblarida Fotima-i Samarqandiyani ta'riflash shunday deydi. Fotima alloma, faqiha zot bo'lgan. Fiqhni otasidan o'rgangan, uning tuhfasini yoddan bilgan deb aytadi. Shu bilan birga Fotima hattotlik sohasida ham zamonasining yetuklaridan edi. Uning xati boshqalarning xatidan ajrab turar, hattotlar Fotimaning xatini tanir, unga yuksak baho berishardi. O'sha davrlarda Alauddin Samarqandiyga turli masalalar kelsa, uning fatvosini qizlari Fotimadan ham bir qator so'rab olar va shu fatvo ostiga o'z muhrlari bilan qo'shib Fotimaning ham muhri bosilishini istardi. Fotima-i Samarqandiya har bir fatvo ostiga o'zining o'ta go'zal xati bilan ta'liq yozar va muhrini bosardi. Samarqand shahridan birorta fatvo ushbu ota qizning muhrisiz tashqariga chiqmasdi. Shayx Alauddin Samarqandiyning ilm halqasi bo'lib, unda bir qancha kishilar ta'lim olardi. Ular orasida o'zining g'ayrati, odobi, zehni va farosati bilan Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Kosoni degan yigit ajralib turar, fiqh hamda usuldan mukammal ta'lim olishga tirishardi. Keyinchalik bu zot Hanafiy mazhabining mashhur faqihlaridan biriga aylandi va zamonasida Sultanul Ulama, ulamolar sultoni nomini oldi. Imom Kosoni haqida gapiryapmiz. Imom Kosoni ustozlari Alauddin Samarqandiyning Tuhfatul Fuqaho kitobini sharh qildilar. Va bu sharhni Badoius Sanoiy deb nomladilar. Bu kitob Hanafiy fiqhida juda katta ahamiyatni kasb etadi. Madrasa toliblari yaxshi biladilar. Ustozlari bu sharhni ko'rgach, unga katta baho berib, mukofot o'laroq o'z qizlari Fotimani Abu Bakr Kosoniga nikohlab berdilar. Qiziga mahr sifatida esa Badoius Sanoiy kitobini berdi. Subhanalloh. Hozirgi qizlar mahriga nimalarni so'rayaptilar?
Nikohdan keyin fatvolar ostida Imom Abu Bakr Kosoniyning ham muhrlari qo'yiladigan bo'ldi. Fatima binti Muhammad Samarqandiy to'ydan keyin ham dars berish, fatvo aytishdan to'xtamadi. U zotning qo'llarida juda ko'pchilik ta'lim olardi. Tarixchi Halabiy quyidagilarni aytadi. Fatima Samarqandiya mazhablarning qarashlarini juda ajoyib tarzda naql qilardi. Ba'zan eri Kosoniy biror fatvoda ikkilanib qolsa, unga to'g'risini ko'rsatar va o'z gapining dalillarini keltirardi. Kosoniy esa o'sha fatvoni olardi. Ayoli Fatimani yuksak ehtirom ila hurmat qilar, uni qadrlar hamda bu kabi ulug' ne'matga Allohga hamdlar aytardi. Fatima kuyovi Abu Bakr Kosoniy bilan bir qancha shaharlarga safar qildi. Bu safarlarda Rum shahriga ham bordilar. Keyin Shomga kelishib, Halabda o'rnashib qolishdi. O'sha davrda Halabning odil podshohi mashhur Nuriddin Mahmud Shahid Zankiga qo'shni bo'lib, Ayubiylar davlatida ilm ma'rifat borasida musulmonlarning xizmatida bo'lishdi. Halabning mashhur sultoni Nuriddin Zanki Fatimaning qiymatini bilar, unga munosib ehtirom ko'rsatar, ayrim fiqhiy masalalarda fatvolar so'rattirar, davlatning ichki ishlari borasida ham maslahatlar olardi. Ilmiy xizmatlari uchun hadiyalar jo'natib turardi. Uning fahm farosati, aql zakovatidan foydalanardi. Sulton Nuriddin Zanki Imom Kosoniyning o'z yurtiga qaytmoqchi bo'layotganini eshitib qolib, u zotni ketmasligini iltimos qiladi. Ibn Adim yozadi. Fatima Abu Bakr Kosoniyni yurtlariga qaytishga ko'ndirdi. Ularning qaytishlari haqidagi xabarni Odil Sulton Nuriddin Zanki bilganda, Kosoniydan Halabda qolishini, bu yerda islom va musulmonlar uchun ilmiy xizmatlar qilishini so'radi va buning sababini tushuntirdi. Imom Kosoniy esa o'zining jufti haloli, ustozining qizi Fatimaning ra'yini qaytargisi kelmasligini aytdi. Shunda Sulton Nuriddin Zanki, "Buning yechimi oson. Ayolingizdan o'zim iltimos qilaman. Halabda qolishiga ko'ndiraman", deya Fatima huzuriga chopar yubordi. Chopar kelib Nuriddin Zanki xatini Fatimaga taqdim etdi. Fatima uni ko'rib, yuzlari o'zgarib, uning orqasiga kuyovi Kosoniyga qarata shunday yozadi: "Begim, fiqhdan shu qadar uzoqlashib ketdingizmi? Ayolingiz yoniga nomahramni chopar qilib yuboribsiz-ku", deya rad javobini yozadi. Chopar sulton oldiga qaytib keldi. Nuriddin Zanki Imom Kosoniyga qaradi. U zot Zankiga qarab kulimsiraydi. Shunda Zanki yanada yumshoqlik bilan Halabda qolishini iltimos qilib maktub yozdi va bir ayolni chopar qilib jo'natdi. Bu safar chopar ijobiy javob bilan qaytib keldi. Bu muborak juftlik shu tariqa yuksak hurmat ila Halabda qolishib, shu yerda vafot topishadi. Alloh ularni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Fatima Samarqandiya 581-hijriy sanada Halabda vafot topdi. Ibrohim Halil masjidi yoniga dafn qilingan. Kuyovi Imom Kosoniy ayoli vafot etganda qattiq yig'laydi. Chunki Fatima Samarqandiyani juda sevardi. Zavjalarining qabrini to vafot topgunlarigacha har juma kechasi ziyorat qilardi. Taqdirning ajoyibligini qarang. Bu zot ham ko'p o'tmay Halabning o'zida vafot topdi va vasiyatlariga muvofiq zavjalari qabri yoniga dafn qilindi. Ibn Adim aytadi: "Men mazkur qubbosidagi ikki oshiqning qabrini bir necha bor ziyorat qildim. Alloh ularni jannatda ham birga qilsin", deya duo qildi. Mana haqiqiy sevishganlar. Mana ularning sevgisi nimani ustida qoyim bo'ldi. Sevgi to'ydan keyin bo'ladi. Imom Kosoniy va ayoli Fatima bir-birlarini qattiq hurmat qilardi va safarlarda birga yurardilar. Bugungi kunda ham Halabda Imom Kosoniy va Fatima Samarqandiyalar yashab, ilm ma'rifat tarqatgan uy hali ham mavjud deb aytiladi. Agar zamonamiz havorijlari uni ham buzib tashlamagan bo'lsa. Islom tarixida bizning yurtlardan chiqib, o'zining hayosi, ilmi, taqvosi va boshqa ko'plab fazilatlari bilan iz qoldirgan mana shunday onalarimiz bo'lishgan.